Akalar, Qadr kechasida mana shu 5 amalni qilmasdan uxlamaslik kerak. Qadr kechasini o'tkazib yubormaslik kerak. Nima amal qilamiz Qadr kechasida? 5 amalga e'tibor berish kerak. Birinchisi, o'sha kechani bedor o'tkazish kerak. Uxlamaslik kerak. Imkon qadar Qadr kechasini bedor o'tkazishga harakat qilishlik kerak. 1. Ikkinchisi, nafil namozlarni ko'proq o'qish kerak. Ma'lum bir adadda tayin qilmaslik kerak. 100 rakat, 200 rakat, 300 rakat qilib ma'lum bir adadda tayin qilmaslik kerak. Quvvatimiz yetganicha. 4 rakat, 6 rakat, 8 rakat, 20 rakatni quvvatimiz yetganicha nafil namoz o'qish. Demak, birinchisi bedor o'tkazish, ikkinchisi nafil namozlarni o'qish, uchinchisi zikr aytish kerak. Namoz o'qib yarim soat, 1 soat o'tirib zikr qilish kerak. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. La havla va la quvvata illa billah. Alhamdulillah, subhanalloh. Shunaqa zikrlarni aytib o'tirish kerak. Demak, uchinchisi zikr. To'rtinchisi duo qilish kerak. Alloh azza va jalla Qadr kechasidagi duoni ijobat qiladi. Alloh azza va jalla Qadr kechasidagi duoni qaytarmaydi. Ishoning, Alloh taolo qaytarmaydi. Beshinchisi ilm majlisi. Oila davrasida o'zaro ilm majlisi qilish kerak. Alloh azza va jalla mana shunda bizni Qadr kechasini topganlar qatorida qiladi. Alloh taolodan so'raymiz, bizlarni Qadr kechasini topgan bandalar qatorida bo'lishligini Alloh nasib aylasin, muvaffaq aylasin.